Qo'zisini ham qarang, qo'chqor bo'lib qolgan qarang. Katta qo'ziliklar nech pul aka? Onalari mana bu qarang, onalari ham hisori, toza hisori qo'ylar. Sifatni qaranglar mana. Bugun sana 7-yanvar, haftani chorshanba kuni 2026-yil. Har chorshanba bo'ladigan bozordamiz. Qo'ylar aka 11 ta ona bola qo'yimiz bor. 11 ta ona bola. Aha. 6 ta 2 oylik katta qo'chqor qo'zili qo'ylarimiz bor. 5 Qani ta bir ko'rsangiz ham mana shularmi kattalar? mana shular. 3 ta ekan mana. 6 ta sizda. Onalari mana bu qarang, onalari ham hisori, toza hisori qo'ylar. Sifatni qaranglar mana. Bitta baho berib qo'yasizlar. Mana qarang mana. Layklarni bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Qo'chqor bo'lib qolibdi-da mashina. Qo'chqor bo'lib qolgan aka mana. Qo'zisini ham qarang, qo'chqor bo'lib qolgan qarang. Katta qo'ziliklar nech pul aka? Katta qo'ziliklarga aka bahosi aka 10 million 500 mingdan aka. 10 million 500 mingdan bahosi aytilishi bozorga. Aytilishi bozorda. Sotilganlari bo'ldimi aka? Savdo bo'lib turibdi aka. Nech pulga bermayapsiz? Aka ichida 11 million ham so'rayapti, 9 million ham so'rayapti. Optimga bittachida 94 dan so'rayapti. 9 million 400 mingdan savdo. Bir joyga. Kichkina qo'ziliklar nech pul aka mana? Kichkina qo'ziliklar aka, mana shu qo'zi 1 kunlik qo'zi aka. Xo'p, nech pul bahosi bular? 7 milliondan baho aytyapmiz aka. Bular qanchadan? 6,5 dan savdosi bor aka bular. Endi qo'ylar nech tug'um bular aka hammasi? Aka hammasi yosh qo'y aka. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qo'yma. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'um. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'um. Telefon nomeringiz? 99lik Aha. 125 Xo'p. 8118. Aloqaga chiqaverasizlar shu nomerga do'stlar.